saqlab turishga ta'kid bo'lardi. Ana shu bu yerdagi peshobotlarni ko'rib, peshobotlarni oldiga mashinani qo'yib peshobot to'sib qo'yish holatlari bo'layotgan paytda piyodalar chiqib qolgan holatda noqonuniy noqulay holatlar bo'lyapti. Chunki haligi so'zcha haydovchi ham bu ham ba'zilarni o'z xavfsizligiga javob, lekin Damaslarga qo'ldan qo'yib qo'ygan holatlar orqasidan chiqib qolyapti. Arabiyatadan chiqib qo'ygan paytda men o'zim ham bir marta shunaqa holat bo'ldi-da. Shu ta'kid bo'lardi, hech bo'lmasa peshobotlarni oldilaridan ochib qo'yishsa, lekin nazar qilishga keksa. Hali ko'pincha o'sha haligi palasadan boshqa Damasga qaytmayaptilar, jamoatlar qaytmayaptilar bo'lyapti-da. Chunki men o'zim shunaqa holat bo'ldi, shu Toshkentda shunday ta'kid iltimosi bo'lardi. Bu yerda ta'kid asosan xalqimizga mana shu vaqtda tuman aholisi yaxshi bo'lardi, degan hozir emas, oldin olgan bo'lardi ta'kid bo'ladi. Bu haqiqatan bozor tartibini shaxsiy tartibni ko'paytirib kuchaytiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Qadrli vakillarga ruxsat bersangiz, birinchidan mana deputatlarni hammasini savolga sessiyada shaxsan o'zlari ishtirok etmasalar, qoldiringlar so'ngra. Keyingi sessiyaga qoldiring. Endi 3 oylik bitta favqulodda vaziyatlarni nimasini hokim beradilar, savol nimaga chiqishlar? O'zi kelib turadi. 3 oylik nimasini hisoblaydi? Yo'q, sog'liqlarni qoldirsa bo'lar-ku. Sessiyani hammasi ko'rilsin yoki keyingi sessiyaga qoldirsa bo'lar. Bularga asosan tuman ishlar bo'limini nimasi kerakki, keyingi safargi sessiyaga tayyorgarlik ko'rishingizda televizor qo'yib slaydlaringlar bilan deputatlarga kerak, raqamli kerak. O'zini hududiga borganda bizda vaziyatni oshibdi, jinoyatchilik yo'q, mana bular borganda yetkazib bilan muhokama qilish kerak. To'g'ri, kengashi sessiyalarida shaxsan agar ishlar yo'q, ular prokuraturani qilib qoldiradi. Nimaga qoldiradi? Sababi o'zi bermasa hisobotini nimaga to'g'ri keladi. Qaror qabul qilishga asl vakolatli inobatga olaylik. Keyingi sessiyada ham choralar bor. Tuman prokuraturasi